Salom qizlar, xayrli kun. Qizlarjonlar, bugun sizlar bilan osh qilamiz. Osh qilishdan oldin posudalarimni yuvib olay dedim. Sababi ertalab bu zavtrakka qilingan posudalar. Lekin yuvishni iloji bo'lmadi, chunki qizimda ozroq mazasi bor edi, isitmasi chiqqan edi. Shuning uchun yuvib olmagandim. Sizdan boshqa hech kim yuvmaydim posudalarni deyishlaring mumkin. Biza oilaviy, erim, men, ikkita qizim oilaviy yashaymiz. Boshqa hech kim yo'q yuvgani. Katta qizim 8 yoshda, u yuvishi mumkin, lekin qizlar meni ko'nglim to'lmaydi bu narsadan. Shuning uchun o'zim yuvganim ma'qulroq deb o'ylayman. Shunaqa qilib, posudalarni yuvib, keyin oshni boshlayman deb tayyorgarlik ko'ryapman qizlar. Nimagadir meni mana shunaqa stolimni usti tozagina, posudalarim yuvilgan turmasa, nimadir qila olmayman. Shunaqa xarakterim bor. Nimadir ovqat qilmoqchi bo'lsam, qanaqadir asabiylashib ketaveraman. Keyin qizlar mana shu stolimni ustida nimalardir tursa ham, bilmadim, salgina suv to'kiladimi yoki musor tushgan bo'ladimi, bu qanaqadir piyozni nimasi, kartoshkani piyozni po'chog'i tushgan bo'ladimi, o'shanga ham jahlim chiqadi, bilmayman. Tozalab olaveraman stolni ustini. Shunaqa xarakterim bor qizlar. Sizlarda ham shunaqami? Agar shunaqa bo'lsa yozinglar. Qizlar, keyin yana bitta narsani aytaman. Sabzi to'g'rashni yomon ko'radigan qizlar bormi oramizda? Men juda ham yomon ko'raman qizlar. Bilmayman, yoshligimdan shunaqaman. Hech sabzi to'g'rashni yaxshi ko'rmayman-da. Faqat ayamga to'g'ratirdim oldin ham. Hozir ham to'g'ragim kelmaydi, lekin majbur bo'lgandan keyin, majbur bo'lsang qilasan deydi-ku. Shunaqa majbur bo'lgandan keyin odam qilar ekan mana bunaqa qilib. Shunaqa qilib sabzini ham to'g'rayapman. Sabzini men oshga katta-katta qilib to'g'rayman, unaqa mayda qilib o'tirmayman. O'zim yaxshi ko'raman sabzili oshni. Shuning uchun katta-katta erib ketmasligi uchun katta-katta qilib to'g'rayman. Bugungi oshim kam xarjgina bo'lyapti. O'zimizga yarasha ozgina, kam xarjgina bo'lyapti. Oddiygina deydi-ku, shunaqa. Birinchidan tovaga qilyapman oshni qizlar. Sababi 1-2 kun oldin meni qozoncham teshilib qoldi. Bilmadim, sifatsizroq qozon olganman, shuning uchun ham deb o'ylayman, teshilib qoldi. Endi qachon yaxshi qozon olgunimcha ovqatni ham, даже supni ham, oshni ham, hamma narsani shu tovaga qilib turishga majburman qizlar. Chunki tovaga qilishim sababi boshqa yana unaqa kastrulka deydimi, shunaqa idishlar bor, lekin menga tova ma'qulroq. Sababi biz ko'pchilik turmaymiz, oilaviy turamiz. Ko'p ovqat yeyilmaydi bizada. Bilmadim, er-xotin ikkalamiz ham shunday, bolalarimiz ham shunday qizlar. Osh qilsak ham bir marta yeyiladi, qaytib isitib yemaymiz biz. Shunaqa biz bilmadim, qaytib yegimiz kelmaydi. Uvol bo'lmasin deb yeyishga harakat qilamiz, lekin to'g'risi ko'p yeyilmaydi. Shuning uchun ozgina tovaga o'zimizga yarashagina qilyapman. Oshimizga qizlar tovuq go'shti solamiz bugun, chunki mol go'shti qolmagan, tovuq go'shti bor ekan. Uyda bor masalliqlardan osh qilamiz xullas. Keyin sig'ir yog'i ham qolmagan ekan, lekin men sig'ir yog'li oshni juda ham yaxshi ko'raman. Afsuski qolmagan. Endi ilojimiz yo'q. Shunaqa qilib qizlar, tovaga mana yog'imizni soldik. Tovachamni qaranglar, qanday zo'r. Juda ham sevaman bor-ku shu tovani. Bilmadim, qanaqa ovqat qilishimdan qat'iy nazar tagiga umuman olmaydi. Bir xil tovalar, qozonlar tagiga oladi qizlar, lekin bu umuman tagiga olmaydi. Shuning uchun ham men buni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham oshni ham mana shunga qilyapman qizlar. Keyin ovqatlarim ham mana shu tovaga qilsam shirin chiqadi. Shu tovalarni ham qanaqadir bir ovqat shirin chiqishiga sababchi bo'ladi deb o'ylaysizlarmi qizlar? Shu idish, tovoq, qozon, kapkir deydi-ku, shunaqa narsalarni bilmadim, lekin shu tovaga ovqat qilsam shirin bo'ladi. Xullas, qizlar, tova mavzusiga o'tib ketibmiz.
Mana piyozimizni ham sovoldik, endi qizarib olguncha ozroq qovurib olamiz. Qizlar, savolim borda, sizlar necha yoshdan osh qilishni boshlagansizlar? Man misol uchun kichkinaligimdan osh qilishga qiziqqanman, lekin katta qiz bo'lgunimcha osh qilmaganman. Faqat uyda ayam qilardilar shunaqa qizlar. Mana endi o'zim qiladigan bo'lganman. Qizlar, bu safar guruchni o'tmay soldim. Har doim issiq suvga o'tib solardim. Bu safar tez bo'lishi kerak edi oshim. Erim chunki obeddan keyin ishga ketaman dedilar. Shuning uchun o'tmasdan solaverdim qizlar. Mana oshimizni ham suvini soldik. Endi bir qaynab suvlar quriguncha boshqa ishlarimizni qilib turamiz. Shunaqa gaplar qizlar. Keyin qizlar, sizlarga bir gapni aytmoqchiman. Biz Peterda yashaymiz-da. Kimda kim Peterda yashasa, bolalari bilan, 2-3 bolalari bilan hech qayerda ishlay olmasa, oylikli ish kerak bo'lsa, daromad qiladigan ish kerak bo'lsa, agar uyda o'tirib pul topishni xohlasa yokida ishlab turib ham qo'shimcha daromad qilishni xohlaydigan ayol qizlarimiz bo'lsa, menga yozinglar. Man chunki uyda turib ham oz bo'lsa ham daromadli ishga chiqqanman. To'g'risini aytsam, bu ishni ertaroq boshlamaganimga afsuslanaman. Mana 3 yil vaqtim o'tib ketdi. 3 yildan beri ishda bo'lsak, endi boshladim yaqinda, lekin oz bo'lsa ham daromad qilsa bo'ladi qizlar. Faqat harakat kerak u uchun. Uyda turib, zato hech kim peshonalaringni o'tirib olib ish buyurmaydi, boshqa qilmaydi. Maza qilib uyda o'tirib ishlaysizlar qizlar. Kimda kim xohlasa menga yozinglar qizlar, men noldan o'rgataman sizlarga xullas. O'zimiz mavzudan ham chetlashiib ketibmiz qizlar. Mana salatlarni qilib olay. Shu paytda ovqatim tayyor bo'lguncha, oshim pishguncha salatlarimni qilib oldim. Ko'ryapsizlar, yana stol ustini artdim. Mana oshimiz tayyor.